oynayılı, tizayılı, atayılı dostlar. Qasem qo'shiq, qasem qo'shiq. Şehrimden yürüyüştü kızdır ya. Salonda öyle kırsın. Şaraq. Şiirin tem kızları, körüs kilor yegisi, alal hem işençlik, Kasım koşuk yegisi. Karala, hop. Şehrimden yürüyüştü kızları. Sizgili xas, davrga mos, esil suhbat, o'zgacha qiyofat. Salobtingizning haqiqiy namoyandasi mo'tavar kiyim-kechaklari. Erlarga xos yangicha salobat, o'zgacha loyiha, esil suhbat, yillar izlosi, davr arkisi, miros kiyimlari. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Ko'ngillarni ovundirib, kishining zehnini ochadigan kuchli qadam. Bir-biridan sarxil natijalar bilan bezalgan muvaffaqiyatli qadam va yuqori sifatni o'lcham qilgan yaxshi munbar. Bir-biriga oylanib, bir-birini ilgari suradi, shundaqla madaniyatning taraqqiyotiga turtki bo'ladi. Biz bir qism avtorlarni bugun bir yerga jam qilib, kishilarni zo'qlantirib va o'ylantirib kelayotgan, o'zining esil asarlari orqali xalqimizda qoyillik qo'zg'agan bir qism qalamkashlarning qadam izlari, shundaqla ularning asarlarini yo'rg'iliqqa chiqargan nashriyat munbiri xususida maxsus suhbat qurishni loyiq topdik. Va oldi bilan bugungi suhbatimiz qatnashgan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'taylik. Shinjong fan texnika nashriyatining bosh muharriri, oliy muharrir Adil Muhammad, Şinjan Pedagogika Üniversitesi Edebiyat İlmi İnstitutu'nun profesörü Abdülkadir Jalaldin, Şinjan Ma'rif Neşriyatı'nın kandidat Ali muharriri Tonulgan Edebiyat Obzorcusu Yalko Rozi, Eserler neşriyatın ceni. Eser bulmasa neşriyat mevcut bulup durmaydı. Bu erkeğinin dağıtkan mevcutluk, kandan olğanı özümüzün rengi bilen, özümüzün tüsü bilen başkalardan farklanıp, özümüzün mevcutluğunu başkalarına izahlap düşkendirilemeyiz degan bir mesele oldu da. Okurmanlarning huquq manfaati qanday ahvolda qo'g'dildi deganda adabiy obzorni qanot yadirish orqali qo'g'dildi. Adilkam şu fan texnik nashriyati asosan qurilgandan buyon fanni umumlashtirishni asos qilib kelgan. Endi buda qarsak, mushu yurishlik asarlarni bozorga sotdi yoki mushuni nashr qildi. Endi bu tarix, uningki madaniyat, ma'rif, iqtisod, shundaqla ijtimoiy temalarga bag'ishlangan aktiv asarlar ekan. Nashriyatdagi mushkil yuzlanishning maqsadi ham mushuning imkoniyati nimadan iborat? Fan texnika nashriyat qurilg'ilari bu yil 22 yil bo'ldi. Aslında bu neşriyat kesbi neşriyat bulup fennomlaştırıp asas kılan mezmunlu kitaplarını neşr qilib kelgan. Yakınki 2 yıldan bu yan neşriyatımızdaki karakterde bir buruluş oldu. Bunun da bunda asas sebep var. Birisi, biz fan texnika bilimlerine xos tabiiy fanga tayanib turib umumlashtirgandan ijtimoiy fanning asos nazariyalar, anan keyindan ommabop hikoya vaqtlar orqali umumlashtirganda unumi nihoyat zo'r bo'ldi. Amaliyotda bu fan texnika, tabiiy fan va ijtimoiy fanni o'z ichiga oladi. Ikkinchi bir nuqta, navbatdagi Shinjongdagi taraqqiyot yuzlanishida nashriyatchilikning umumiy yuzlanishi hozir universal kitoblarniki bozor yaxshi, tarqalish doirasi kamera. Biz dal bu ichki sabab tufaylidan nashriyatimizniki aslidagi fannomlashtirish xarakterini asos qilgan holda hozir o'qirmanlar ehtiyojli bo'lgan bozorlik kitoblarning universal kitoblarini ochdik. Bunun da mesela tarih, medeniyet, felsefe, iqtisod, ijtimoiy axloq asos temalarni asos qildik. To'y turkumda biz Abduqodir Efendi bilan Yalqin Efendininki bir yuz kitobini nashr qilib bozorga solmoqchi. Abduqodir aka, siz ilgari mushu Yaponiyada bir yil turgan vaqtingizda
o'zini izlash bo'lso'g'isida degan bir sayohat adabiyotini o'qirmanlarga taqdim qilgan. Nurg'un kishilar bundan so'yingan. Bu qitim Angliyada ilmiy ziyoratchi sifatida bir yil turibsiz. Shada ko'rgan bilganlaringizni mavjudlik tashnoligi degan mavzuda yana bir ayrim kitob qilibsiz. Demak, shu mavzularga bir tushuncha berib o'tamsiz. Mayli ishkirga biray, mayli chet-elga chiqay, ishqilib daga borsam, mening duch kelganim bir salohiyat masalasi, bir kimlik masalasi iborat bo'ldi. Kishilar tabiiyatda so'raydi ekan, qayerdan kelding, millating nima, o'zing kim degan savollar muqarrar holda so'raydi ekan. Lekin men o'zimni to'g'ri izohlab bersam, hech kim meni tushunmadi. Hatto mening millatimning nomini nurg'a odam bilmadim. Bu xil ahvollarda ishkir rayonlarni ushirdim. Bu meni azobladi. Men uchun bu 9-10 million nüfusli bir xalqni tunimaydi. Nasıl yo'qolib ketgan dinozavrni tuniydi-yu, biz yashab qimmat yaratayotgan o'zimizning madaniyat mavjudligimizdan har millat xalqlar orasida bir xil mavjud bo'layotgan mana bir xil bir kishilar to'pini nima uchun bu tunimaydiganda degan bir savol meni qiynadi. Shundan bir o'zini izlash degan bir hukm kallamni tabiiyatda shakllandi. Shundan Yaponiyada istiqomat bo'lgan shu mezgillarimda şu taraqqiyotda, şu qaynan tashkilot jamiyatning o'zida tabiiy holda men bir o'zim kim o degan savol har kim bilan uchrashgan vaqtda har qanday maydonda mening xiyolimda kechdi-da. Shuning uchun men boshqalarning nazaridagi, boshqalarning o'lchimidagi men emas, o'zimning dididagi, o'zimning baholashidagi meni izligim keldi. Balkim uningga o'lchamli javob chiqmagan bo'lishi mumkin. Bu savol ham o'zimga, ham mening o'qirmanlarim qo'yilgan bir savol bo'ldi. Ikkinchi qatim yazgan bu kitobning mavzusi mavjudlik tashnoliq bo'ldi. Bu yerga mening da'vatgan mavjudlik, hozirda yarasharlashayotgan, o'xshamagan madaniyat, o'xshamagan e'tiqod odamlar bir muhit uchrashayotgan, savdo qilayotgan, mo'ydaq bir sharoitda hamda biz qandaq bir rangda, qandaq bir tusda, qandaq bir shaklda mavjud bo'lishimiz kerak. Qanday bo'lganda o'zimizning rangi bilan, o'zimizning tusi bilan boshqalardan farqlanib, o'zimizning mavjudligini boshqalarga izohlab tushundira olamiz degan bir masala bo'ldi-da. Bu yerda tabiiy holda italiyalik meşhur jurnalist Fallashning manda bir gapi bor. Sen o'zingning prinsipidan, o'zingning qimmat qarashidan voz kechgan shu vaqtdan boshlab madaniyatingni yo'qolgan bo'ladi, o'zingni mavjud bo'lmagan bo'lasan deb qaraydi. Shuni bu yerga mavjudlik bir xil. Prinsip, qimmat qarash va madaniyatni o'lcham qilayotganlik mavjudlik deb qarayman. Yalqinqa sizningki bu qitim nashr qilingan 4 kitobingizning ichida bir kitobning ismini men nemishqa obzor yozaman deb qo'yibsiz. Endi sizni nurg'un kishilar biladi, izchil adabiy obzorchilik bilan shug'ullanib kelyapsiz. Endi shu adabiy obzorchilik hayotingizni qaytadan bir yakunlash muddasida shundaq men nemishqa obzor yozaman deb mavzu qo'ydingizmi qandaq? Mening endi obzorchilik bilan shug'ullanib kelayotganimga hozir haqiqatan 25 yil bo'lib qoldi. 25 yil bir kasb bilan shug'ullangan odamningki o'zini bir yakunlab beqish istiki bo'ladi endi. Bu bir aql qo'ygan. Şuna men bu kitabımga men nimishqa obzor yozaman deb shu uchurini yetkazmoqchi bo'ldim. Bu uchurini yetkazishda yana mendaq bir muddao. Adabiyot tanqid nimadan darak berdi deganda, u sifat nazoratchiligidan darak berdi. Xuddi bozordagi mahsulotlarga nisbatan iste'molchilarning huquq manfaatini qo'g'dash zarur bo'lgandek, o'qirmanlarning huquq manfaatini qo'g'dash nihoyat zarur ish. O'qirmanlarning huquq manfaati qanday ahvolda qo'g'dildi deganda, adabiy obzorni qanot yadirish orqali qo'g'dildi. Adabiy obzor qanot yadirilsa, adabiy asarlarga nisbatan sifat nazoratchiligi paydo bo'ldi. Adabiy asarlarni tanqidsiz qabul qilish adabiyotni xaroblashtiradigan narsa bo'ldi. Endi adabiy obzorchilikning rivojlanishi yana nimadan darak berdi deganda, iqtidori to'van, sifatini to'van, qobiliyatsiz bir turkum adablar va adabiyot ko'chisi. Bularga nisbatan sifat paydo qildi. Yuqori o'lcham paydo qildi. Odatda bağlash iqtidoriga ega kishilarning bahosi jamiyatning bo'libmi ilm havosiningki suzilishiga, kishilarningki ilmiy qimmat qarashlariningki shakllanishiga turtki bo'ladi. Shunga hamda adabiy obzorchilik bilan shug'ullanish jarayonida ko'proq tanqid xarakterdagi asarlarni ko'proq yozaman. Nima uchun tanqid xarakterdagi asarlarni ko'proq yozasan deganda, aytamato mana degan. Haqiqiy obzorchi illiq so'zga gadoy keladi degan. Men o'zim uchun bir mas'uliyat his qilib, tanqid xarakterdagi asarlarni ko'proq yozib, jamiyatningki bo'lib shu adabiyot sohasiningki sifat engini shakllantirishga turtki bo'lishni orzu qilaman. Endi Adilka, fan texnika nashriyatiga kelgili qancha yil bo'ldi? 2 yildan ko'proq bo'ldi. Nashriyat bilan avtorlarningki o'zaro hamkorligini hal qilish intayin nozik va zil masala. Ham siz shu nashriyatni boshqarish jarayonida avtorlar bilan
nashriyat o'tirishga munosabatni qandoq bir taraf qilib keldingiz? Men axborot nashriyat idorasida nimaga ishladim 10 yil bo'ldi. Mayli axborot nashriyat idorasi sizga vaqtim bo'lsin, mayli Shinjang Paytaxtdagi nashriyatga kelgan vaqtimda bo'lsin, Abdullahga izchil astoydil muomala qildim. Men yaxshi bir munosabat saqlab keldim. Chunki Abdur bo'lmasa yaxshi asar bo'lmaydi. Asarlar nashriyatning jini. Asar bo'lmasa nashriyat mavjud bo'lib turmaydi. Shuning men Abdur bilan nashriyatning o'tirib munosabatda bundan bir qancha nuqtaga alohida ahamiyat berish kerak deb qaradim. Birinchi, nashriyatlar Abdullahni tarbiyalaydigan munbar. Buni men bundan 3 nuqtaga bo'lib bayon qilmoqchi. Birinchi, nashriyatlar Abdullahninki asrini nashr qilib qolmay, Abdullahning asrini ishlash jarayonida Abdullahning tema tanlash, asarning mazmuni, asarning badiiy qiymat jihati taraflarga maslahat berdi, ham buni tarbiyalashni ishga oshirdi. Ikkinchi bir nuqta, navbatda hozir bizningki Abdullah qo'shinimizda bir xil uzuvchilik mavjud. Nima deganda bizning nashriyatlarningki shu yosh Abdullahga bo'lgan ko'ngil bo'lish yetarli emas. Uchinchi bir jihatdan nashriyatlar Abdullahga nisbatan do'stona muomala qilishi, muhimi mutaxassis xarakterlik Abdullahni tashkillab o'ziga maslahat qilishi, asarni yetaklab yozdirish jihatlarda aktiv rol o'ynashi kerak. Ikkinchi bir jihatdan nashriyat Abdullahga nisbatan yo'lboshchi. Abdullahda umuman bir xohish bor. Nimani yozish, qanday asar nashriyat tomonidan tez nashr qilindi yoki kitob bozorida qabul qilindi. Buning nisbatan bir xil tinirqash ham bir sukut bor. Men o'ylayman, bu hodisani cho'qim nashriyat hal qilish kerak. O'qirmanlarning ehtiyoji bo'yicha, nashriyatlarning talabi bo'yicha, anikayning kitob bozorining ahvoli bo'yicha Abdullahga uchur yetkazishi, Abdullahga nimani yozish, qanday yozish, kim uchun yozish degan masalada yetakchi bo'lish kerak. Nashriyat Abdullah bilan bab-barobar adil bir munosabatni shakllantirishi, Abdullahni qattiq hurmatlash kerak. Bir tarafdan nashriyat Abdullahniki Abdullah huquqiga hurmat qilishi, uni qo'g'dish kerak. Ikkinchi bir tarafdan nashriyat Abdullahniki ma'naviy emgak mevasini qo'g'dish kafolat qilish kerak. Bunday aytganda qilmoqqa kafolat qilish kerak. Yuqorida biz hamda nashriyatlar ustidagi mas'uliyatni o'tirib qo'ydik. Mana Abdullahning mas'uliyatimi intayin muhim. Nima deyaptimizda hozir bizning qo'limizga kelayotgan asarlarning hammasi undaq yaxshi asar emas. Men o'ylayman Abdullahimiz chuqur mas'uliyatchan bo'lishi, yaxshi asarlarni yozishi. Buni aytganda Abdullah nashriyat ham o'zining o'qirmanlari oldida mas'uliyatni ado qilish kerak. Biz nishonliq holda ma'lum ruh ega yangi o'tirib qo'yilgan universal asarlarni, ijtimoiy tematik asarlarni nashr qilamiz. Yana bir tarafdan biz tarix, madaniyat, psixologiya, iqtisodshunoslik ham ijtimoiy axloq tematik asarlarni ko'plab nashr qilamiz. Endi odatda men oliy maktab o'qituvchisi bo'lib sutim bilan o'rgan ziyolisiga tavakkilman. Lekin bir qalam egisi bo'lib sutim bilan ommaviy ziyoli bo'ldi ekanman-da. Bizningki shu O'rta Rossiyada o'tgan axloqshunoslardan Shamsul Muali Qabusning Qabusnoma degan kitobida hunarlarning ichida eng kattasi nutq san'ati degan. Abduqodir aka, sizning bu qitim mush nashr qilingan 6 poch kitobingizni varaqlab ko'rdim. Endi mush 6 poch kitobingizning mazmun nuqtasini aytganda buning sayohat adabiyoti yoki she'r yoki uningdan boshqa maqollar yoki endi mushxil ko'p janrlar bilan mush 6 poch kitobingizni yozishingizda qanday bir mudda, qanday bir zaruriyat bo'lishi mumkin? Turmush nayt murakkab bo'ldi. Jamiyat nayt murakkab bo'ldi. Shunday bo'lgandan keyin buni aks ettirish jihatda janrning ko'p xilligini tabiiy oldi, talab qilindi ekanda. Bo'lib odamning aqliy iqtidorining qatlimi ko'p xil, murakkab bo'lgan narsa ekan endi. Tuyg'u bor buningda, hissiyot bor, tuyg'u bilan aql aralashib ketgan narsa bor, saf nuqul aqlmi bor bo'ldi ekan. Shuning uchun bu aqliy iqtidorninki o'zining tabiiy inkosi ham jamiyat o'qirmanlarining ehtiyoji nuqtasiga ketgan vaqtda mening yoziqchiligimniki bu janr jihati ko'p xilligi shu jihatdan belgilandi deb qarasam bo'ladi endi. Ham tarixdami nurg'un adiblar ko'p xil janrda ish qilib ekan. Masalan, o'zimizning adabiyot tarixini olsak, Alisher Navoiy she'r yozgan ekan, tarix yozgan ekan, tazkira adabiyoti bilan shug'ullangan ekan, tarjima bilan shug'ullangan, hatto musiqa va xattot ishlar bilan mashg'ul bo'lgan. Sonra bir vaqtda siyosiy ishlar bilan shug'ullangan odam. Undan Hindistonning shoiri Tagore she'ri bor, proza bor, shunday dramaturgiya bor, ilmiy maqola bor, nutq bor, hammasi bor ekanda. Nurg'un arboblar, mutafakkurlar o'zidan ko'p xil janrlarda o'zining fikrini ifodalashga tavakkul qilgan. Uning bir cho'qi bor, shu cho'qidan atrof qolgan asarlari bunda bir atrof uyushgan, markazlashgan bunda bir ahvol bor ekan. Endi janrlarning taraqqiyoti qaraydigan bo'lsak, bir mezgillar eposlar hukm suribdi ekan. Keyin matbaa shakllangandan keyin gazetchilik shakllangandan keyin romanchilik shakllangan ekan. Romanda nurg'un narsa bor. Badiiy adabiyotning hamma omillarini roman universalda o'z oldida o'z ichiga olib ketgan model narsa bo'lgani uchun romanchilik bir hisobda zamonaviy dunyoda fuqarolarning bir eposi ekanda. Shuning uchun millat o'ziga nisbatan tanqidiy bir xil analizlik, bir tahlillik nazar solish boshlagan vaqtda cho'qim roman borliq keldi.
deb qaraymiz deymiz. Shundan ba'zi masalan texnik taraqqiy qilib yantun chiqdi. Yantundan barliq kelishiga erishib yantun adabiyoti barliq keldi desak bu. Masalan biz uchurga yo'llayotgan bayramlarda, hayitlarda bir-birimizga ahvol so'rab yo'llayotgan tekstlarni o'zi shu yantun adabiyotimiz. Hozir mikro bloglarning shaklini shekilib bu mikro blog adabiyoti bo'ladi, to'g'ri adabiyoti bo'ladi. Demak, insoniyatning taraqqiyot ehtimoli ham bundan keyin kelgusida o'zi xos bo'lgan janrlarni talab qilish bo'lgan. Shuni men bu nuqtani aytman. Bu bir neptimi, necha xil mahsulotlarni ishlab chiqargan o'xshash, bir insonning tafakkurida necha xil mahsulot kelib chiqarish mumkin bo'ldi ekan shu. Shuni men ko'p xil salohiyat bo'yicha fikr qilib bunda o'xshamagan shakllarda o'zimniki aqliy asabiyatlarimni, fikr asabiyatlarimni o'qirmanlarga sunib berishni tavakkul qilib baqdim. Yalqunka, yaqinqi yillardan buyon sizning ijodiyatingizga diqqat qilsak, siz shu madaniyat, ma'rif tarixi, uningki ijtimoiy temalarga nisbatan tadqiqot qo'yib qo'ygan ba'zi bir tanqidlarni yozib kelyapsiz. Endi bu qitim nashr qilingan 4 kitobingizning ichida Loyqal'aning siri degan kitob mushkil yuzlanishga, mushtitiki maqolalarga bag'ishlangan asarga. Bu sizning ijodiyatdagi bir yangi sakrashni yoki yangi burilishni yasayotganligingizni o'z ichiga oladi qanday? Men azaldan ma'rif qilgan yirismanligim bir qadar kuchli ekan. Mushu nuqtadan men Uyg'urlarning yangi ma'rif harakatining shakllanish jarayoniga bir qiziqqan. Yangi ma'rif nimaga tutishdi deganda bu O'rta Osiyo o'lkalarida shakllangan jadidchilik harakatiga tutishdi. Bu jadidchilik boshqa gap emas, islohotchilik yoki yangilash xarakterli harakat deganligi. Bu mushu ichki o'lkalarda yangi madaniyat harakati deb ataldi, Yaponiyada mingji yangilik kuch harakati deb ataldi, O'rta Osiyo o'lkalarida jadidchilik harakati deb ataldi. Men 10 yil oldin bir kitob ko'rsam, shu kitobda chet-elliklar yozgan kitobda O'rta Osiyo o'lkalaridagi jadidchilik harakatlari so'zlanib, Shinjongdagi jadidchilik harakatining iddisi, shakllanishi yoki uning namunalik vakillari faqat tilga olinmagan. Bu nimadan darak berdi deganda, bu jihatli tadqiqotni o'zimizningki cho'nqurlashtirmaganligimizdan, shunga yetarli ko'ngil bilmaganligimizdan darak berdi. Shuna to'xtab, bizda bu tarixiy yuzilnish yoki tarixiy harakat bo'lgan bo'lsa, biz bu jihatdagi tadqiqotni cho'nqurlashtirmasak, buningga nisbatan muayyan ko'ngil bilishni shakllantirmasak, xalqmi uqmay qoldi ekan, o'zimizning xalqimi buni uqmay qoldi ekan. Deb shuning bilan menda shu jadidchilik harakatiga munosabatlik ba'zi izlanishlar bo'ldi. Buningda Akiko Musaboyevlarning zavod qurishdan tortib, yangicha maktablarni etishi, Abduqodir Domollarning jadidchilik ideyalarini o'tirib ilib chiqishi, ondan Abduxoliq Uyg'urningki shu adabiyotdagi jadidchilik harakatlari, Mamtilapanning yangi ma'rif to'lqinini qo'zg'ashlari, Mahsud Muhitlarning yangicha maktablarni etishi, Gulandam Obustaylarningki o'sha ma'rifni umumlashtirishlari, o'shaning hammasi bizning madaniyat, ma'rif, ideya, savdo sanoat sohasidagi yangilik xarakterli, islohot xarakterli urinishlarimiz ekan. Hozirgacha 10 parchadan ortiq maqola yozdim. Ko'nglimda yana kitob qilib yozish orzularim bor, planlarim bor. Endi bu meningki shu ijodiyatimdagi yangi bir burilish yoki yangi bir shaqayrib chiqish desa bo'ldi. Mana bu Loyqal'aning siri degan kitobga kirgizilgan maqolalarning yana bir bo'ligi qanday deganda ijtimoiy tanqidiy tusdagi maqolalar. Endi jamiyat haqiqatan nihoyat murakkab narsa. Uning ustiga har bir jamiyatning o'z oldiga nihoyat nurg'un murakkabchiliklar bor. Mushu jihatda yuz berayotgan normalsizliklar, ilmiysizliklar, eshib ketishlar, cheknashir o'tishlar, chakinliklarning hammasi bizning tanqidlashimizga, mas'ul bo'lishimizga arziydi. O'zini ziyoli deb qaragan bir odam jamiyatga normal bo'lmagan har qanday harakatga nisbatan mas'ul bo'lish rolida o'tirg'i chiqish kerak. Odatda to'y kunlarining ko'lamining nihoyatda cho'ng bo'lib ketishi, sonining takror bo'lib ketishi, dog'dug'isining bak ashamdarimlik bo'lib ketishi nimadan kelib chiqqan yoki buni kim keltirib chiqaryapti? Buni dal keltirib chiqayotganlar shaxsiyatchi odamlar bilan nodon odamlar. Bu shaxsiyatchi odamlar bilan nodon odamlarning sonimi jamiyat nihoyat ko'p bo'lganligidan ularni bir xillik jamiyatning ishlariga ta'sir ko'rsatish, passiv jihatdan bo'lsin yetaklash xususiyatiga ega bo'ldi. Endi biz passiv odamlarning yetaklashiga yoki shakllantirgan hodisalarga nisbatan qanday qilamiz, sukut qilamiz deganda sukut qilsa bo'lmaydi. Mushkul harakatlar bizga qanday ijtimoiy oqibat keldi? Iqtisodiy jihatdan qanday isrofchilik, vaqt jihatdan qanday isrofchilik, salomatlik jihatdan qanday ziyon deganda, demak, jamiyatning passiv tarafi zo'rayib ketaversa, oxirida bu jamiyat bir kasal jamiyatga aylandi. Shunga bir ziyoli bo'lgan kishi ijtimoiy tanqid aniga ega bo'lish kerak deb qarayman. Ijtimoiy tanqid aniga ega bo'lgan vaqtda oila tarbiyasidagi ilmiysizlik, ijtimoiy jamiyatning turli sohalarida bo'layotgan ilmiysizlik yoki chekinishayotgan masalalarga nisbatan to'g'ri diagnoz qo'yib,
uni yetaklash xarakterli rol o'ynay oladi. Shu endi mening bu maqolani yozishim o'zimdagi bir ziyolilik burchimni ado qilish, jamiyatningki o'zim passiv deb qaragan taraflarga bo'lgan tanqidiy fikrlarimni o'tirib qo'yishdan iborat. Endi Adilka, endi bundan keyin sizlar o'zinglarningki nashriyatchilikdagi asos funksiyani joriy qilgandan boshqa yana qandaq zarur taqozo temalarda yangi planlaringlarni o'tirib qo'ya olasizlar? Bu haqda qanday o'ylaringiz bor? Nashriyatimiz yaqinqi 2 yilda hayotlik majmuasi temasida ijtimoiy axloqqa oid bo'lgan, psixikaga oid bo'lgan, ana keyin yoshlar tarbiyasiga oid bo'lgan 100 xildan ortiq kitobni nashr qildi. Bu qatam biz shu ikki qalam sohibi ham bo'ldim boshqa yani bir turkum dağlık yazıcılarınki 100 ga yaqin asarni nashr qildik ham qilyapmiz. Burun nashr qilgan ham hozir nashr qilayotgan asarlarniki ijtimoiy iqtisodiy qiymatidan qaraganda bizningki nashriyatimizning xarakterini o'zgartirganimiz intayin to'g'ri bo'ldi. Ya'ni biz bu asarlarni bozorga solish orqali jamiyatda bir qadar yuqori bo'lgan ijtimoiy qiymat yaratdik. Ham bir qadar yuqori bo'lgan iqtisodiy unum hosil qildik. Bizning nashriyatimiz albatta bir kasbiy nashriyat bo'lgandan keyin biz yana o'zimizningki burungi fanni umumlashtirish xarakterlik asarlarimizni nuqtaliq nashr qilamiz. Bunga xalqimiz ham ehtiyojli. Undan boshqa biz yana navbatdagi o'zimizning tajribasi, o'qirmanlarning ehtiyoji, bozorning ehtiyoji bo'yicha yana universal kitoblarni chiqaramiz. Lekin biz nishonli holda nashr qilamiz. Biz hozir jamiyatning taraqqiyoti, turmushningki turli sabablar bilan bizningki o'qirmanlarimizda bir xil ruhiy tasalliga, ruhiy yetakchilikka muhtoj. Hozir bo'lsa mushunday asarlar intayin kam. Endi Abduqodir aka, siz shu 6 kitobni mushundaq ratlash jarayonida o'zingizning ijodiyat hayoti haqida qayta o'ylangan bo'lishingiz mumkin. Bu haqdagi ta'sirotingizni anglab bilsak. Rostini degan vaqtda asarni ratlatib hijolat aralash metodi bo'ldi menda. Mush narsani ratlab yana yarq kishiga qayt nama o'tirib tashlamanmi deb. Endi odatda men oliy maktab o'quvchisi bo'lib bilan organ ziyolisi tavakkilmamdi. Lekin bir qalam egis bo'lib sutimizdan ommaviy ziyoli bo'ldi ekanmanda. Ammo qilgan ishim, amaliyatim, kishilar bilan bo'lgan ijtimoiy munosabatim jihatdan vaqtda men yana ko'proq o'zimni bir ommaviy ziyoli deb sifatlasam bo'ldi ekan deb qarayman. Yana bir yozuvchi bo'lganligi uchun, qalam egis bo'lganligi uchun avam bilan, xalq bilan, jamiyatning har soha zotlari bilan birga o'tar ekanman-da. Shunday bo'lganligi uchun yozgan narsalarim ichida publistik maqolalar jiqroq bo'ptandi. Masalan, bunun içinde ma'rif dair maqollar ekan, adabiyot dair maqollar var. Şundan bir vaqtda madaniyat dair maqollar var. Har xil ijtimoiy masalalarga dair maqollar var. Andan keyin har xil avtorlar yozgan taqrizlarim, kerak so'zlarim bor. Endi bu publistik maqolalarimni kishilar umuman hali qarshi olgandek bo'ldi. Gerçi onun da akademik palledeki bir xil sistemlik ilmi maqola bo'lmasmi ba'zilari. Ama onun da bazıları yardım fikir uçkuları var. Cemiyetini gözetken vaktimdeki bir vicdan ızdıraplarım var. Kişilerge davattan yoşurun hitaplarım var bunun da. Fikir talqılarım var. Elbette onun içinde bazı ilmi makalarım var. Şunu yüzden oylap, hem de ben nöbetten de tarihten geçi vaktlardan birisi jurnallarının ki tügmeliğe sokup gittim ben. İhtimal bizdenki eydiniz izbes fikir vaktan Abdullah Koşunumu biz kılavaktan bu vazifeli üstüge alsa hem biz bazı jirgirek filandaki bazı ilmi neslerini köprek kısak buludu kendine oylap kaldık. Hem de meyli âli mekteplerinin Uygur edebiyat boyunca tür kuruluşu var, pen kuruluşu var. Bu sahalar kılınğa emgekmi yok tek düzükümde. Nurgun boşluklar var, bu cihet işlerini kılış gerekken de kardık. Yani biz yani halkın terbiyeleydiğin yani bu kadar sistemisi olarak neslerini kılış gerekken de işte plan keldik. Endi Yalqunka bu qitim mushu nashr qilingan kitoblarda mayli Abduqodir akamning bo'lsin, mayli sizning mushtotbachi kitobingiz bo'lsin, mushunda mana yangi tuyulgan bir ish bor. U qaysi deganda televiziya suhbati xotirasi, uningdagi nutq tekstlari mushu kitobga kirgizilibdi. Endi demak televiziya suhbati xotirasi, uningdagi nutq tekstini mush kitoblarga bir janr sifatida qo'shishning qanday ahamiyati bor deb qaraysiz? Bu yig'ib kelsa nutq janrga tabian aslatchu. Bu nutq to'g'risida insoniyatning tarixida azaldan ahamiyat berish pek kuchli bo'lib qo'ygan. Bizningki shu O'rta Osiyoda o'tgan axloqshunoslardan Shamsul Muali Qabusnoma degan kitobida hunarlarning ichida eng kattasi nutq san'ati degan. Bu nimani tushundirdi deganda xalqimizningki
azaldan shu nutqqa nisbatan ahamiyat berish darajasini tushuntirib berdim. Ammo bizningki hozirgi ma'rif ahvolimizda bir qatmanlik bor. Hozir bu tuzilyapti da dars islohatining iddiasi bo'yicha. Ammo imtihon ma'rifi 50 yil, 60 yillik davom qilgan bo'lg'achqa o'qituvchilar bakrak so'zlaydigan konseptga qarab, o'quvchilar passiv o'tirib tinglaydigan bunday bir mexanizm ma'rifga. Nimani keltirib chiqadi deganda, maktab tarbiyasi ko'rganlarningki muayyan o'y fikrini, hissiyotini to'g'ri ifodalayolmaydigan, dadil ifodalayolmaydigan, so'zlashdan qochadigan, so'zlashni ig'ir ko'radigan shunday bir kayfiyatni keltirib chiqadi. Bizda shu narsa bugungi jamiyatning taraqqiyotiga nisbatan eng orqada qolgan bir soha deb qaraymiz. Odat xalqaro so'zlangan nutqlarni to'plam qilib chiqardi kishilar. Ma'lum avtorninki o'zining maxsus nutq to'plamlari bo'ldi. Hozir Xanzullarning ichida bunday maxsus nutqlarni to'plam qilgan mutafakkurlar, qalam egalari bor. Ammo bizda bu odat shakllanmadi. Shunga biz endi ancha-muncha televiziya, radio suhbatlarida so'zlagan bo'ldik. Anandagi maktablarda, adabiyot seminariylarida xilma-xil temalarda so'zladik. Mushlardan biz har bir kitobga 2-3 dan tanlab kirgizib qo'ydik. Bu kishilarga bir yenilik tuyulsa bo'lgan. Mushundaq narsaning muayyan bir janr ekanligini, mustaqil janr ekanligini, buning bir xil ilmiy faoliyat ekanligini, buni qilishning ham bugungi jamiyatningki taraqqiyot uchun aytganda zarur bir taqozo ekanligini kishilar tunib yetsin deb buni kirgizib qo'ydik. Endi bu Abduqodir kam, Yalqin kamning asarlari qandoqda o'qib, bunda bir hayajon ilkida lezzat olsa bo'ladigan asarlar emas. O'qisa, tafakkur qilsa, turmushini, fikrini shu iqimga yoki shu yo'nalishga boshlab mangsa, shu kishi uchun ko'p manfaatlarni beradi. Mushundaq bir asar qachon bir to'plam bo'lib chiqadi, qachon tom-tom asarlarini o'qiymiz, ko'ramiz deb fikr qilgan bir talay do'stlarimiz bo'lgan. Mush asarlarning barliq kelishi meningcha butun avomni bir qitim zo'r hayajonga soladi deb qarayman. Endi bizning yozuvchilarimiz, avtorlarimiz, olimlarimiz 10 yil, 20 yil, 30 yil butun hayotini sarf qilib, shirin uyqularni voz kechib kitob yozgan. Lekin jamiyatning bizning bulni hurmatlashimiz, bularning ijodiy emgaklariga to'g'ri baho berishimiz, buning qadriga yetishimiz nihoyat kamchil bo'layotdi. Ma yo'ldoshlarning kitobni chiqarganligi bu zamzam suyidek, buloqdek bizningki ochgan, qag'jirgan ma'naviy hayotimizga nihoyat kuch jasorat bag'ishlaydi. Har qanday bir yurtning, har qanday bir millatning o'ziningki ayrim sarxillari bo'ladi. Endi mushu sahnada o'tgan 3 sarxilmi bizning jurnalningki sarxil avtorlari hisoblanadi. Endi o'tganda biz Adil Turan apandimninki bir parcha maqolasini bergandik. U maqolada mushu nashriyatchilik islohot haqidagi maqola edi. Buningdan nurg'un nihoyat muhim bir masala o'tirib qo'yilgan. Biz Uyg'ur nashriyatchiligidan nima uchun islohot olmaymiz degan savol asosiy salmoqni egallaydi. Bugungi kun kelgan vaqtida mana Xinjiang fan texnika nashriyatidan iborat mushundaq fanni umumlashtirish kitoblarini, bilimlarni asos qiladigan bir nashriyatningki islohot olib berish orqali madaniyat, tarix, adabiyot va boshqa sohalardagi kitoblarni nashr qilishga yuzlanishi shu maqolaninki mazmunining bir tarkibiy qismi bo'lib hisoblandi. Men deyman, har bir odam o'z sohasida ashundaqsiga o'zininki bir o'ziga xos bir natija yarata olsa, o'zi qilaman degan ishni bir vujudga chiqara olsa, menimcha nurg'un yaxshi ishlar vujudga kelgan bo'ladi. Qaynoq Uyg'ur turmushi, murakkab Uyg'ur ideologiyasi va shonliq Uyg'ur madaniyatiga beg'ishlangan bir-biridan ko'rkam muqobillik bu sifatli asarlar xalqimizning qalbiga malham bo'la oladi. İctimai turmuş, madaniyat, shundaqla ma'rif tarixiga beg'ishlangan bu asarlar xalqimizga ro'shan ideyalarni va yangi fikrlarni ato qila oladi. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.